20-asr tarixida o'z izini chuqur qoldirgan siyosatchi bu Iosif Vissarionovich Stalin. U o'zining temir irodasi, qat'iyatli va shafqatsiz siyosati nafaqat Sovet ittifoqi, balki butun dunyoga tanitdi. Stalin bir vaqtning o'zida qahramon ham zolim sifatida tarixga kirdi. Uning ba'zilar SSSRni rivojlanishi uchun kurashgan buyuk rahbar deb hisoblasa, boshqalar millionlab begunoh odamlarning o'limiga sababchi bo'lgan diktator deb hisoblaydi. Bugungi lavhamizda Stalin kim? Uning siyosati qanday bo'lgan? Bugun shu haqida gaplashamiz. Iosif Stalin 1878-yil 18-dekabrda Gruziyaning kichik Gorgi shahrida tug'ilgan. Otasining ismi Bersalyon. Bir vaqtning o'zida poyabzal tikuvchi bo'lgan, lekin ichkilik sababli oilasidan voz kechgan. Onasi Keke irodali ayol bo'lib, o'g'lining kelajagi uchun kerakli barcha imkoniyatlarni ishga solgan. Stalin Tbilisidagi ruhoniylar seminariyasida o'qigan. Dastlab yaxshi o'qigan bo'lsa-da, oxir-oqibat muassasani marksistik qarashlar sababli tark etgan. U yoshlik chog'idanoq inqilobiy harakatlarga qo'shilib, o'z e'tiqodi uchun kurashgan shaxs hisoblanadi. Stalin Koba laqabi bilan tanilgan va bu o'zining taxallusi sifatida ilk inqilobiy yillarda qabul qilgan. U 1900-yillardan boshlab Rossiyadagi marksistik harakatlarda faol qo'shilib, Leninning eng yaqin safdoshlaridan biriga aylandi. 1905-yildagi inqilobdan so'ng u Bolsheviklar partiyasining markaziy arbobiga aylandi. Politsiyadan yashiringan holda yashash, hibslar, surgunlar va qochishlar uning doimiy hayotiga aylandi. Stalin bu davrda ko'proq tashkiliy va moliyaviy ishlar bilan shug'ullangan. Partiya uchun pul to'plash maqsadida bank o'marishga ham ishtirok etgan degan taxminlar mavjud. 1917-yil fevral inqilobidan keyin Romanovlar sulolasi qulaganidan so'ng bolsheviklar uchun eshiklar ochildi. Stalin Lenin rahbarligida bolsheviklar partiyasining muhim lavozimini egalladi. 1922-yilga kelib u kommunistik partiya bosh kotibi etib tayinlandi. Bu lavozim tashqi tomondan muhim bo'lib ko'rinmasa-da, u orqali Stalin partiya apparatini to'liq nazorat qila boshladi. 1924-yil Lenin vafotidan so'ng Stalin davri boshlandi. Aynan mana shu davrdan boshlab Stalin SSSRni so'zsiz rahbariga aylandi. 1928-yil Stalin 5 yillik rejani e'lon qildi. Bu reja sanoatning keskin rivojlanishi, qishloq xo'jaligi kolxozlari, yirik davlat xo'jaliklari birlashtirish ko'zda tutilgan edi. Buning natijasida millionlab odamlar o'z yerlaridan ayrildi. Kulok deb atalmish boy dehqonlar yo'q qilindi yoki Sibirga surgun qilindi. Sanoatlashtirish tez sur'atlarda o'sib bordi. Zavodlar, metallurgiya kombinatlari, elektr stansiyalari qurildi. Ammo bu taraqqiyot inson hayoti hisobiga erishilgan. Og'ir mehnat, ocharchilik va repressiyalar natijasida millionlab odamlar halok bo'ldi. Stalin o'z hokimiyatini mustahkamlash uchun keng qamrovli qatag'on siyosatini boshladi. 1936-1938-yillarda yuzlab yuqori lavozimdagi partiya yetakchilari, harbiy generallar va fan va madaniyat arboblari xalq dushmani sifatida qamoqqa olindi yoki otib tashlandi. Bu davrda Moskvadagi ochiq sudlar orqali ko'plab siyosiy arboblar o'z jinoyatlarini tan olishga majbur qilindi. Stalin davrida yashash doimiy kuzatuv ostida yashash degani edi. Har bir mahalla, har bir maktab, korxona, kolxoz, ko'ngilli josuslar mavjud bo'lib, ular odamlarga qarshi axborot yig'ishgan. Bular ba'zilari qo'shni, ba'zilari do'st, hatto qarindoshlar ham bo'lishgan. Ular partiyaga sadoqatligini ko'rsatish, yuqoridagi topshiriqlarni bajarish yoki shunchaki o'z xavfsizligini ta'minlash uchun boshqalar haqida axborot berganlar. Shu sababli odamlar bir-birlariga ishonmaslikni o'rgandilar. Ota bolasiga, er xotiniga, do'st do'stga ishonmas edi. Chunki birgina so'z yoki fikr aytish shubha uyg'otilsa kifoya edi. Odamlar bu sharoitda yashab qolish uchun o'z his-tuyg'ularini berkitishga, faqat o'zlariga ishonishga, tashqi dunyodan ajralishga majbur bo'lishdi. Repressiyalar butun xalqni qamrab oldi. Eslatib o'tamiz, aynan Stalin davrida bizning jadidlarimiz ham qatag'on qilingan. Va faqat bizni emas, balki Rossiyaning o'zida ham rus oydinlarini qatag'on qilishgan. 1941-yil 22-iyulda Germaniya SSSRga hujum qildi. Urush boshlandi. Stalin xatolarga yo'l qo'ydi. Frontda panika, orqaga chekinish kuzatildi. Ammo keyinchalik Stalin jangovar harakatlarni yaxshi muvofiqlashtira boshladi.
Stalingrad jangida Sovet armiyasi nemis kuchlarini tormor qildi. Bu urush burilish nuqtasi bo'ldi. 1945-yil may oyida Sovet armiyasi Berlinni egallab Germaniyani mag'lub qildi. Stalin g'alaba ramziga aylandi. Urushdan keyin Stalin Sharqiy Yevropaga ta'sirini kuchaytirdi. Polsha, Bolgariya, Vengriya, Chexoslovakiya, Yugoslovakiya kabi davlatlarga kommunistik rejimni o'rnatdi. Bu esa G'arb bilan ziddiyatlarni kuchaytirib, sovuq urush boshlab berdi. Stalin Amerika, Buyuk Britaniyaga ishonmagan. G'arbiy Germaniyada demokratik tizim o'rnatishga qarshi chiqdi. Bu ziddiyatlar dunyo miqyosida yadroviy qurollanish poygasini boshlab berishga sabab bo'ldi. 1953-yil 5-mart kuni Stalin yurak xurujidan vafot etdi. Uning o'limidan so'ng hokimiyat tepasiga Nikita Xrushchyov keldi va destalinizatsiya siyosatini boshlab berdi. Xrushchyov Stalin siyosatining salbiy tomonlarini ochib berdi. Minglab begunoh odamlar reabilitatsiya qildi. Stalinni insoniyat tarixidagi eng zolim diktatorlardan biri sifatida eslaydi. Yosif Stalin tarixda ulkan iz qoldirdi. San'atshunos, urushdagi g'alaba, kosmik texnologiyalar asosi, lekin bu bilan birga millionlab begunoh insonlarning fojiasi, repressiyalar, qatag'onlari. Bu davrda odamlar faqat jismonan emas, balki ruhan bo'ysundirildi. Odamlar shaxs sifatida emas, balki tizim detali sifatida yashardi. Biz bugun kimnidir yomonlash yoki oqlashga harakat qilmadik. Biz faqat bir insonni tarixini yoritdik. Bu ham bo'lsa, tarixdan dars olish uchun. Xalq dardi bilan Demokrat.uz bo'ldi.